hurmatli obunachilar, ushbu video Uzum Plus Bot veb-saytida FBS buyurtmalari bilan qanday to'g'ri ishlash haqida bo'ladi. Yangi buyurtmalar bo'limiga o'tganimizda biz barcha buyurtmalarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va o'ng tarafda do'konlar bo'limida ustiga bosib bemalol o'zimizga kerakli bo'lgan do'konda buyurtmalarimizni ko'rib filtr qilib olishimiz mumkin bo'ladi va buyurtmalar IDsini ustiga bosganimizda buyurtma bo'yicha batafsil ma'lumotlar ham chiqadi. Agar batafsil ma'lumotni har bir buyurtma bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsangiz, mahsulotlar bo'limida mana shu knopkani bossangiz buyurtma bo'yicha barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va buyurtmalarni hammasini yoki alohida tanlab qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim esa yig'ishdagilar bo'limiga o'tamiz. Yig'ishdagi buyurtmalar bo'limiga o'tgandan so'ng bu yerda ham barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buyurtmalar bo'yicha qo'shimchasiga har bir buyurtmani bitta-bitta tanlab yoki hammasini bittada tanlab, tanlangan knopkasini bosgandan so'ng mahsulot va buyurtma haqida barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va harakatlar bo'limiga o'tgandan so'ng ularni Excel faylga yuklashingiz, yuk xatini chop etishingiz, QR kodni chop etishingiz va har bir buyurtmaga bittada buyurtma yorlig'ini chop etishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun QR kodni chop etish knopkasini bosganimizda printerni tanlaymiz, razmerlarni tanlaymiz va bizga mahsulotlarimiz bo'yicha QR kodlarni avtomatik ravishda chiqazib beradi. Keyingi harakatga o'tib, buyurtma yorlig'ini ham chop etsangiz bo'ladi. Yorliqlari ham tayyor, bittada hammasini chiqazib berdi. Keyingi harakat esa yuk xatini chop etish. Bu buyurtmani tasdiqlagandan so'ng yuk xatini chop etsangiz ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ushbu bo'limda tarqatish punktlari orqali ham mahsulotlarni berib olsangiz bo'ladi. O'zimizga yaqin bo'lgan tarqatish punktini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi xarita orqali. Misol uchun mana shu tanlashimiz mumkin va bu yerda barcha ma'lumotlar chiqadi. Mirzo Ulug'bek tumani, Oloy ko'chasi va bu yerda biz tanlagan vaqtlar oralig'i ham chiqadi. Misol uchun soat 10 dan 16:00 gacha 14-may bo'lyapti va 15-mayda ham topshirsak bo'lar ekan. Qaytamiz va boshqa sanalarni va boshqa joylarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi, o'zimizga qulay bo'lgan va bittasini tanlaganimizdan so'ng bu yerda o'ng tarafda qabul qilish knopkasini bosamiz. Qabul qilish knopkasini bosganimizdan so'ng bizda bu yerda yetkazib berish bo'limiga o'tkazib yuboradi. Yetkazib berish bo'limiga kirganimizda va bu yerda biz boya chop etgan aktni ko'rishimiz mumkin. Bu aktni ustiga bosamiz va bu akt bo'yicha barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda zakazlar bo'yicha barcha harakatlarni davom ettirishimiz mumkin. Agar esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, bu yerda mahsulotimiz bo'yicha QR kodlarni chop etishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi harakat esa yorliqlarni ham shu yerning o'zidan chop etsangiz bo'ladi bemalol, agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa. Va keyingi harakat bu akt postavki. Akt postavkini ustiga bossangiz yuk xatini bizga chiqazib beradi. Mana shunday yetkazib berish bo'yicha yuk xatini chiqazib beradi. Buni bemalol biz saqlab qo'yib yoki printerda chop etsangiz ham bo'ladi. Va keyingi masala bu, agar siz noto'g'ri punktni tanlab qo'ysangiz yoki sizda rejalaringiz o'zgarib qolsa, buni izmenit knopkasi orqali o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Boshqatdan tanlashingiz mumkin bo'ladi belgilangan punktni. Misol uchun biz Yashnobod tumanini tanlagan bo'lsak oldin, hozir esa Sergelini tanlashimiz ham mumkin bo'ladi va xuddi shunday qilib o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qabul qilish knopkasini bosish faqat esingizdan chiqishi kerak emas. Va bizda bu yerda barchasi o'zgardi. Ana endi boshqatdan akt postavki, ya'ni yuk xatini bemalol chop etsangiz bo'ladi. Yuk xati chunki o'zgaradi bu yerda va bemalol mahsulotingizni belgilangan joyga topshirsangiz bo'ladi. Keyingi masala, yetkazib berish haqida yuk xati yaratilgandan so'ng sizga Uzum Plus Bot orqali shunday xabar keladi. Bu xabarning ichida buyurtmani yetkazib berish bo'yicha ma'lumotlar va punktni lokatsiyasi bo'ladi. Agar yetkazib berishni butunlay bekor qilmoqchi bo'lsangiz, harakatlar knopkasini bosib, bu yerda Adminit knopkasini bossangiz ham bo'ladi. Ha tugmasini bosib, yetkazib berish aktini bekor qilsangiz bo'ladi. Va yetkazib berish bo'limiga o'tib, boya yaratgan yuk xatimizni ko'rishimiz mumkin, holati bekor qilingan bo'ladi. Agar mahsulotingiz asl belgisi yoki IMEI kod talab qilinadigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin maxsus ikonka paydo bo'ladi. Shu ikonkani ustiga bosib, IMEI kod yoki asl belgisini qo'shishingiz mumkin bo'ladi.